Assalomu alaykum. Akalar ko'p turgan endi, Alloh xolasa 2 metrlik dashni stavshularimiz ham bitdi. Uzunligi 2 metr bo'lib o'tadi. Inshaalloh 10 kishilik bo'ladi. Ko'rgan endi hammalari sizga sasni yog'ishda bo'lgan, Alloh xolasa. E'tibor bering, bitoqlari ham yo'q. Alloh xolasa chiroyli qilib qilibdi. Gaka bo'ldilar ham bo'lachasidan qo'yib berganmiz. Hammalari to'rt tomondan olib suvarkalar bo'lgan. Mana suvarkalarni ham e'tibor bering. Uncha unaqa suvarka qilolmaydi. Hammalar gaka bo'ladi. Bag'da xatek uzunligi 2 metr. Bu Andijonga, bunisi Surxondaryoga. Bunisi Andijonga. 10 kishilik bu ham. Agarda chiroyli shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bizga aloqa chiqsangiz, sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Bunisiga yumshoq machalkalarni qo'yib turib, chiroyli qilib ham beramiz. Xohlovchilarga shundoq ham sotamiz. Bag'da shiyponimiz naves bo'lib o'tadi. Xohlasa shiyponimiz ham bititgan. Shiyponimizni to'rga bo'lib olib qo'yganmiz. Razmeri 3x3 bo'lib o'tadi. Buni ham ustunlari baquvvat. Stenkalari ham yaxshi saqlaganmiz. Ba'zan 2 metrlik stolimizni ham ko'rib turganingizdek, lagelari ham 5 tadan laga qo'yganmiz. Rossiyskiy sasna yog'och bo'lib o'tadi bu ham. Bunaqa tufti ishlarni qilamiz, xudo xolasa. Shu bo'ldi bitkazgan mana shu stollarning hammasini. Ko'rib turaman, o'zini baho berasizlar-da. Bu ishlarga. Qanday qilib bog'lanaman desanglar 94 461 55 53. Bizga podpiska bo'lib, like bosib qo'yishdan chiqmasin.